Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli futbol muxlislari, Futbol News kanali o'z ishini boshladi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Biz boshladik. Paxtakorda murabbiy almashdi degan xabarlar chiqmoqda. Ancha ishonchli yigitlar yozishdi. Shunda ham sizga buni olib chiqishdan avval albatta ma'lumotni tekshirdim. Tasdiqlashdi. Paxtakor klubi Pedro Moreirani iste'foga chiqardi. Bunga qoniqarsiz natijalar sabab bo'ldi. Paxtakor 8 o'yinda 9 ochko jamg'ardi. Turnir jadvalida 12-o'rinda bormoqda. Oxirgi turda Surxonga imkoniyat boy berildi. Jamoani vaqtinchalik Kamoliddin Tojiyev boshqaradi deb yozib qoldirdi Davron Fayziyev o'z Telegram sahifasida. Birlashgan Arab Amirliklari chempionati Azizbek G'aniyevning goli tufayli Al-Fateh 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Birlashgan Arab Amirliklari chempionatining 23-turida Al-Fateh Baniyas jamoasini qabul qildi. Jadvalda quyi o'rinlarda ketayotgan jamoalar bahsini bitta gol hal qildi. Al-Fateh safida to'p tepayotgan Azizbek G'aniyev uchrashuvning asosiy tarkibida boshladi va unga to'liq ishtirok etdi. 55-daqiqada G'aniyev tomonidan penalti orqali kiritilgan gol uchrashuv g'olibini aniqlab berdi.